Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugungi mavzuyimiz time management haqida. Hop, videoni ko'rishni boshlashdan oldin shu narsani birinchi qabul qilishimiz kerak. Time management biz uchun nimaga kerak? Ya'ni biz mas'uliyatli bo'lgan hayotda mas'uliyatni olganimizda, xotin oilali bo'lamiz yoki bo'lmasa ishxonada xodim va yana o'zimiz ustimiz ishlashimiz kerak. Bu uchun bizada kunlik hayotimizda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Ularni tizimlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Kerakli vaqtda kerakli ish qilishimiz kerak. Hop, sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Misol uchun, juma kuni kelsa, voy juma bo'lib qolibdi, birpas yaqinda juma namoziga chiqdik deb, xuddiki kunimiz o'sha vaqt jumadan jumagacha bo'lib qolibdi degan ma'noda. Ya'ni vaqt juda tez o'tayotganini his bo'ladi bizada. Yoki bo'lmasa nimadir yangi ish qilishimiz kerak bo'lsa, chunki biza doim bandmiz, umuman bizada kunlik vaqtimizdan orasida umuman vaqt yo'q. O'zimizda xullas shunaqa his shunchaki bor. Bu fakt emas lekin. Man o'zimda bugun sizlar bilan o'zimda ishlab kelayotgan o'sha time management haqida bo'lishmoqchiman. Hop, bu yoqda bitta indikator bor. Bu aytganim, biz kelinglar bir hafta jumadan jumagacha deb qanaqa indikator qo'yamiz, ya'ni kunimizni o'zini ma'lum bir qismiga bo'lamiz. Man bunda mana tabiatda quyosh chiqish, botish yoki kun va tun almashinishi nimaga bog'liq? Biz uxlab, yotishimizda, turishimizda u narsalar bilan o'zaro chamarchas bog'liq, to'g'rimi? Ya'ni musulmon kishini sifatida namoz vaqtlarimda shunga qaraib belgilagan. Men kunimni demak asosiy mana shu 5 ta ustiga bo'lib olmoqchiman namoz vaqtlariga. Birinchi bo'lib shomdan boshlaymiz. Bu bizada mag'rib bo'ladi. Hop, keyin birinchi 5 ga bo'lib chiqamiz. Hop, isha. Buni orasini olamiz. Chiroyli yozaymi? Gapirib ketamiz, shuni tushunishga harakat qilasizlar. Tom bo'ladi. Keyin bizada fajr, ya'ni bomdod. Keyin nima? Zuhr. Bu peshin. Undan keyin asr. Mana hop, men kurs bermoqchi bo'lgan narsa har bir o'zimning kundalik hayotimda har bir narsani soatlarga cho'zish emas, asosiy usullarni kurs bermoqchiman. Misol uchun, bu yoqda sizlar namoz vaqtlarini qo'shsanglar bo'ladi. Agarda sizlarga masjid yaqin bo'lsa, misol uchun ko'pchilik namozni masjidda o'qiydigan bo'lsa, masjiddagi o'qiladigan namoz vaqtlarini qo'shsanglar bo'ladi. Bu aytgandek, bu dinamik, ya'ni kun va tun almashishiga qarab o'z namoz vaqtlari belgilanadi. Misol uchun hozirgi vaqtni men yozib ko'raman taxminan. Yoki sizlar o'zinglar mana shu namoz qiladigan vaqtlarni o'zinglar yozsanglar bo'ladi. Men masjiddagi namoz vaqtlarini yozaman. Bu yoqda shom qoladi 9:30 da. Xon 21:20 da. Fajr bo'lsa 04:20. Peshin hamma yoqda bir xil. Shu 00 17 17:30 edi. Adashmasam. Hop, mana asosiy o'zgarmas vaqtlarni belgilab oldik. Buning uchun kerak bu aytganimizdek, aniq vaqtini belgilasak, bizga to'g'ri o'shanga qarab harakat qilamiz. Doim bizani o'zimiz tuzgan schedule, o'zimiz amal qilishga harakat qilamiz. O'zimizni o'zimiz nima qilamiz? So'roq qilib, amal qilishga harakat qilamiz. Hop, endi nimadan boshlaymiz? Asosiy bu yerda men oralariga qo'yib chiqqan rollarim bor. Misol uchun, kelinglar. Shom vaqtida misol 3 2 1 degan men qoida qo'yganman o'zim uchun. Bu nima? Ya'ni men kelib birdan boshlaymiz. Men uxlashdan 1 soat oldin hech qanaqa televizor ham, media ham hech nima ko'rmayman. Ya'ni shunchaki 1 soat hech nima ko'rmayman uxlashdan 1 soat oldin. Bu nima uchun kerak menga? Uyqu sifatini yaxshilashim kerak. Chunki uyqu sifati yaxshilangan ekan, produktivity yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Mana 1 soat bu demak uyqu. Endi 2 nima? 2 soat oldin ko'p suyuqlik ichgan, ya'ni kechqurun bezovta bo'lmaslik uchun. Hop, tushunarli. Endi 3 uxlashdan 3 soat oldin
maksimal 3 soat oldin. Ba'zi boshlab olishda buni qilish qiyin bo'lishi mumkin. Sekin astalik bilan harakat qilsanglar bo'ladi. 3 soat oldin hech qanaqa ovqatlanish yo'q. Misol uchun, aytaylik, soat 10 da uxlaydigan bo'lsa, mana hozir bu yerda 9:20 da xufton masjidda o'qiladi. Undan keyin ozgina uyga kelib, vaqt o'tish uchun taxminan 10:30da uxladim deganda ham 3 soat oldin ovqatlanadigan bo'lsam nechada bo'ladi? 6:30, 7larda, to'g'rimi? Shomlardan oldin ovqatlanib olishim kerak bo'ladi. O'shanda 3 soat bu maksimum. Nima uchun? Chunki biz ovqatlangandan keyin biz o'ylaymiz energiya olamiz, lekin energiya olish bilan birga energiya ko'p sarflanadi ham. Undan tashqari sog'lom hayot uchun juda muhim. Nima aytayotgan bu yoqda aytayotgan va aytmoqchi bo'lgan narsalarim orasida shunchaki bu qoidadan qo'yolmaganman, o'zim bunga amal qilaman va hozir bu yerda nima deydi, dalillar bilan keltirib aytmoqchi emasman, chunki vaqt ketib qoladi. O'zinglar uchun qidirib ko'rsanglar ham orasida aytilayotgan aytmalar bo'ladi, foydali va zararli ham. Xo'p, aytgandek, bu 3-2-1 qoidasi amal qilaman. Keyin nima? Uyqu tibbiyotda aytiladi 6-8 soat orasida bo'lishi kerak deydi. Endi ko'pchilik mana bu biz kuzatadigan yoki biz muvaffaqiyatli deb o'ylaydigan yoki biz hayotdan o'rgangan odamlarni ko'rsanglar, aniqki ular 6 soatdan ko'p uxlamagan bo'lsa ham kerak. Shuning uchun men o'zim uchun endi bu tavsiya emas. O'zinglar ya'ni o'zinglarni holatingizdan kelib chiqib belgilaysizlar mana. Bu yerda 5-6 soat uyqu vaqti degan bo'ladi. Aytgandek, men skejulim, men o'zim misol sifatida sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, keyingisi endi xufton bilan, ya'ni bomdod orasida ancha vaqt bor. Yo'q, nima qilamiz? Biza misol uchun qaranglar, 9:20 dan 4:20 gacha 5 soat vaqt bor. 4, 3, 7 soat vaqt bo'lgan bo'lsa, misol 5 soatini uyquga sarflaydigan bo'lsam, mana xuftonni o'qib oldim. Xuftonni o'qigandan keyin uxlashimdan oldin men demak nimalar qilaman? Misol musulmon sifatida bizni ustozlarimiz Qur'onda yodlayotgan tavsiya qilishadi. Ko'pchilik musulmonlar Qur'on yodlashga harakat qiladi. Shunda uxlashdan oldin, ya'ni xuftondan keyin uxlashdan oldin va bomdod vaqtida Qur'onni takror qilish tavsiya qilinadi. O'sha vaqtga nimalar qo'yishimiz mumkin biz o'zimiz? Qur'on. To'g'rimi? Va yana bitta asosiy narsa bor. Biz kuni bo'yi ma'lumotlar olamiz, to'g'rimi? Ya'ni ma'lumotlar olamiz. Ko'pchilik mana shu ma'lumotlar bilan ovora qoladi, ya'ni ma'lumotlar ustida ishlamaydi. Ya'ni bu ma'lumotlarni olgandan keyin o'zimizda holatimizdan kelib chiqib, bularning ustida ishlashimiz kerak. Bu nima degani? Analiz qilishimiz kerak, ya'ni o'zimizni. O'tgan kunimizni yoki bo'lmasa keladigan kunimizni. Ya'ni misol uchun xufton vaqtida men ertangi kunimni analiz qilaman, qanaqadir plan qilaman. Tushunarli? Bu ko'p vaqt olmaydi, 15-20 minut olishi mumkin, lekin ancha kerakli narsa. Undan keyingisi, hop, men shukronalik deyman bu narsani. Siz shunchaki o'zingiz uchun o'ylayotgandek plan, ertangi kunni planni yozishdan tashqari biza shukronalik yozishimiz mumkin. Buni YouTube'dan ko'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik psixologlar ham buni tavsiya qiladi. Bu taxminan qanaqa bo'ladi? Men bugun shunaqa, misol uchun aytaylik, o'zimizda bor narsalarga, misol uchun aytaylik, nimadir qila oldim, Allohga shukr degan ma'noda buni yozamiz. Bu bizga yaxshi motiv beradi. Xo'p, endi bu vaqtda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu vaqtlarda uxlashdan 1 soat oldin telefon hech qanaqa skrin o'ynamayman dedim. Men faqatgina o'zimda bor narsani yozaman. Mana bu yoqda yozaman, bu yoqda ham yozaman, yolg'onroq o'qiyman. Ya'ni uxlashdan oldin odam ancha sokin, tinch holatga keladi. Mana ovqat ancha oldin yeyilgan, bu yoqda uxlayotgan vaqtimizda ham organizm to'liq dam oladi. O'shanda fiziki ham mental hech qanaqa bizada energiya oladigan proses ketmaydi. Mana bu oladigan 5 soat uyqu ham ancha sifatli uyqu bo'ladi shuning uchun. Xo'p. Undan keyingisi. Endi buni orasida bo'lishi mumkin tahajjud. Bu ham o'zi yarim soatgina vaqt bo'ladi, lekin ustozlarimiz tavsiya qilgan narsa shuki, odam yolg'iz o'ziga ibodat tunni yolg'iz bo'lib yotgan vaqtida bu, ya'ni katta kelajakda qilinadigan ishlarga bu xuddiki bir tayyorgarlik sifatida juda katta yordam beradi deyishadi ustozlarimiz. Xo'p, mana shu narsalar bizni mana tunimizni bir qismi sifatida tashkil qilsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi, misol uchun mana undan keyin nima bo'ladi? Bomdod vaqti 4:20 ga. Biz masjid misol uchun 15-20 minut yo'l bo'ladigan bo'lsa,
4:20 deb oladigan bo'lsak, taxmin aytaylik, mana 4 da turdim man. Yo'q, 4 emas, 3:50 da turaman. Tahorat olib, borishga vaqt ketadi, to'g'rimi? Yarim soat vaqt ketadi. O'zingizdan kelib chiqib belgilaysiz buni ham. Balki match uzoq bo'ladigan bo'lsa, mana bu vaqtda turib o'qiydigan vaqtingizni belgilaysiz. Обязательно borish shart degan narsa. Bora olmasangiz. Xo'p, demak 3:50 turadigan bo'lsam, men endi ko'rasizlar, 3:50 da turishim uchun aniq 3:50 ga ochishim, 3:50 da turishim aniq, necha uxlashim kerak bo'lgan soat belgilayman-da, orqaga yuraman, nechida uxlashim kerak deyman, uxlaydigan vaqtimni aniq qilib olaman. O'shanda men orada nima deydi, o'zim kutmagan, o'zim nafsimga yoqadigan Instagram, TikTokga kirib ketishgan narsalar bo'lmaydi menda. Shunda o'zimni vaqtimni o'zim tergayman, o'zim nima boshqara olaman. Hop turdim. Turgandan keyin nima bo'ladi? Bundan keyin vaqt ketadi. Men har bitta ishiga manimcha minut ketadigan narsani bermoqchi emasman, chunki bu o'zim hamma o'zi individual belgilashi kerak. Qaysi ekinni bajarasiz yoki yo'q bu yoqda o'zi belgilaysiz buni. Hop, keyingisi bolnutda turdim, bolnutga borib keldim. Undan keyin qiladigan ishim nima? Yana ertalabki mani takrorim. Quran. Umuman olganda, men mana shu blokni, ya'ni bolnut 20 dan bo'ladigan va obedgacha bo'ladigan bo'lsa, men deep work deb nomlayman. O'zim uchun deep work. Bu to'g'ri tarjima qilsak, chuqur ish bo'ladi, shunaqa. Ya'ni qilishim zarur bo'lgan eng murakkabroq ishlarimni, o'rganadigan narsalarimni mana shu qismga ko'proq qo'yaman. Nima uchun? Bu qismdan ham ko'proq fresh, ya'ni anaqa bo'ladi, nima deydi? Toza deydi. Hali hech qanaqa mana ko'ryapsizlar, media ko'rmagan. Men bu qismni nima qilaman? Men o'zim qanaqadir restriction qo'yaman. Bu yerda men qo'yaman no media. Hech qanaqa ma'lumot. Bu yerda misol uchun birgacha bo'lgan vaqtda ishxonani qanaqadir sociallarga kirib turish mumkin. Misol Telegramda ishxonani ishlar bo'yicha gaplashishingiz mumkin. Imkon bo'lsa uni ham alohida akkaunt qilish kerak. Sizga xalaqit qilmaydigan holatda bunga kiradigan bo'lsangiz ham siz ortiqcha ma'lumot qabul qilmaydigan holatda bo'lishingiz kerak. Ya'ni mana shu qismni men no media deyman. Hech qanaqasi mediaga kirmayman. Tushunarli? Endi bunda Ron, no media, keyin men bunga qo'yaman o'zim. Misol gym yoki siz zalga borishingiz mumkin, mashq qilishingiz mumkin. Shu kuningizni shu qismga qo'ysangiz, shunga vaqt sarflashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi Ron, no media bo'ldi, gym yoki bo'lmasa bu qismga aynan men yozmayman. Misol uchun til o'rganayotgan bo'lsangiz, ingliz tili o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin yoki dasturlash o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni o'rganish qismi, ya'ni siz sizdan kattaroq resurs qiladigan, diqqat talab qiladigan свежий media deydi. O'sha qismga buni qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz buni to'ldirib olasiz. Tushunarli? Xo'p. Keyingisi mana biz peshna vaqtiga keldik. Peshna vaqtida obed qilamiz. Obed qilib, keyin buni orasidagi vaqtni nima qilamiz? Ko'rasizlar, buni orasida 1 dan 5:30gacha taxminan 4 soat bo'ladigan bo'lsa, 4 soat nima qilamiz? Buni orasiga обязательно nima? Qaylula. Bitta taxminan 15-20 tur balki juda zo'r o'qish kerak. O'sha vaqtda quloq charchash qilinadi bu ham. Men o'zim xo'p qiladigan narsalarimni tavsiya qilaman sizlarga. O'zimda sinab o'tgan narsalar. Xo'p, endi bu qismlarda 4,5 soat bizda vaqt bor, to'g'rimi? Bu qismda mana ishxonadagi juda ko'p fokus, nima deydi, miyangizni juda ko'p energiyangizni ajratmaydigan yoki yengilroq ishlarni, ahamiyatsiz lekin qilish shart bo'lgan ishlar bo'ladi. O'sha ishlarni mana shu qismga olib qo'yib, mana shu qismda qilsa bo'ladi. Juda ko'p energiya sarflamaysiz. Undan tashqari, misol uchun, mabodo jiddiyroq ish bo'lsa ham, mana qaylulardan keyin qilsangiz ham ancha effektivningiz oshadi. Nima uchun bu vaqtda ozgina dam olish kunni keyingi qismi uchun juda muhim. Sababi siz ancha ish kunni uxlay boshlagansiz, obedgacha siz deyarli ancha ish qilib qo'ygansiz bu yerda. Mana voqli turib voqli kuningizni boshlayapsiz. Hech qanaqa kerak ma'lumotni mana no media olmayapsiz. Mana misol uchun Qur'on o'qishga biz ertalab toza miyaga yodlayapsiz. Tushunarli? Endi undan keyin mana shu qismga yetganda qanaqadir yengil tasklar bo'ladi. Qaylula qilib olasiz bu vaqtda 15-20 minut. Xullas, ishxonadagi qanaqadir qo'shimcha ishlaringiz qo'yishingiz mumkin bu vaqtda. Va asosiysi yana misol uchun o'zingizga kerak bo'lgan kasbingizga oid yangiliklar o'qishingiz kerak. Misol uchun hozir sun'iy intellekt bilan qanaqadir ma'lumotlar, to'g'rimi? U bilsangiz yaxshi, lekin unaqa juda nima deydi, misol uchun til
o'rganayotgan odamdek yoki bo'lmasa dasturlash endi o'rganayotgan odamni juda deep learning qilish shart emas. Yengilroq unga nisbatan bo'ladi. Shuning uchun ham ma'lumot sifatida o'qib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu kunda tushunsa internetdagi ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlar, ya'ni filtrlangan ma'lumotlar, shunchaki Instagramga kirib scroll qilib qolgan narsani ko'rib o'tish emas bu qismda. Demak, bu qismda ishda bo'lasiz. Ishda foydali ishingiz uchun ma'lumotlarni o'rgansangiz bo'ladi. Undan keyin mana qaraylik. Misol uchun, misol 9:30 9dan 6gacha ishlagan ish vaqtini odam deb oladigan bo'lsak, 6da ish kunimiz tugaydigan bo'lsa, mana shu asr vaqti, misol uchun 5:30 bo'ladigan bo'lsa, 5-10 minutlik unga borib kelishlar, uni o'qishlar vaqtlarida ishga ketguncha vaqtingiz bo'ladi. Mana shu joyda AND, ya'ni end of day. Ya'ni siz ertangi kunga ishxonada qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni bu yerda rejalashtirishingiz mumkin. Mana bu yerda hozir misol uchun aytganimdek, qo'shimcha nimadir o'rganadigan bo'lsa, misol ingliz tili o'rganasiz, ingliz tili bo'yicha men kundalik qiladigan nima tartibimni bu yerda yozmadim. Nima uchun? Mana shu orasida qolgan joylarga qo'shib chiqaman. U alohida bitta bo'linib oladi. Yoki bo'lmasa mana bu ishxonamda qiladigan tasklarimni men misol biz kliklab yuritamiz yoki bo'lmasa bir nechta proyekt bo'lgan bo'lsa alohida daftarga yozib yuritish mumkin-da. Ularni o'zingiz bir kun oldin ertaga nima ish qilaman degan narsani qilsangiz bo'ladi. Ha, yana qo'shimcha nima aytish mumkin? Aytganimdek, end of day. Ertangi kunga mana qarang. Bugun ertangi kunga ishlarni rejalashtirasiz. Rejalashtirganda ham ishlarni misol uchun ertaga ertalab kelganingiz ham aytdik, deep work dedik. Birinchi bo'lib rejaga qo'yasiz, eng qiyin. Misol uchun anchadan bir hammada bor menimcha qilish shart, lekin cho'zib kelayotgan ishlar bo'ladi, to'g'rimi? O'shalarni birinchiga qo'yadigan bo'lsangiz, biz rejalashtirganda ancha nima deydi, yaxshiroq, sifatliroq, aqlliroq qilamiz uni. Ham o'sha vaqt kelganda to'g'ri kelganini qilib tashlashga nisbatan. Tushunarli? Xo'p. Endi yana nimalar bo'lishi mumkin? Daqiqa. Menimcha bo'ldi. Sizlarga shuni aytmoqchi edim. O'zim bunga amal qilayotganim uchun, foydali deb bilganim uchun, men o'zim uchun eng foydali deb bilganim shu bo'lib turibdi hozircha. Shuning uchun sizlar bilan ulashishni xohladim. Agarda sizlar ham bu videoni qanaqadir foydali deb bilayotgan bo'lsanglar, xotin musulmon kishi o'ziga ilingan narsasini birodariga ham yaxshilik sifatida ilinadi, to'g'rimi? Yorib qo'yinglar videoni o'zingizga yaqinlarga. Foydali deb bilsanglar albatta. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, to'ldirish kerak bo'lgan joylar bo'lsa, kommentariyga yozib ketsanglar, bu qanchalik sizlarga mos yoki bo'lmasa qanchalik murakkabdir, ma'lum qanchalik sodda, foydali bo'ladi. Fikr almashsak kommentariyada. Assalomu alaykum, salomat bo'ling.